Pythonda matematik amallar qanday bajariladi? 5 qo'shilgan 6 qo'shuv amali qo'shuvlicha. Enter tugmasini bossam mana hisobga beradi. 34 ayrilgan 12. Enter tugmasini bossak natijani chiqarib beradi. Ko'paytirish desa ko'paytirilgan 3 deydigan bo'lsak, ko'paytirish litseyadagi hisob bilan amalga oshiriladi. Enter tugmasini bosamiz yoki bo'lish amali. Misol uchun 18ni bo'laman 3ga. Enter tugmasini bossam 6 butunga chiqarib beradi. Darajaga ko'tarish amali. 3ning kvadratini hisoblamoqchi bo'lsam, ko'paytirish belgisida ishlatgan yulduzcha belgini 2 marta yozib turib, keyin kvadrat. Birinchida turgan son asos hisoblanadi, ikkinchida turgan son darajasi hisoblanadi. Enter tugmasini bossam 9ligini hisoblab beradi. Bundan tashqari butun bo'lish va qoldiqli bo'lish degan tushunchalar ham bor. Dasturlash davomida ishlatamiz buni. 25 sonini butun bo'lamiz 7ga. 25 ni ichida 3ta butun 7 bor degan ma'noni bildiradi yoki 25 sonini qoldiqlik bo'lamiz 7ga. Qoldiqli bo'lish uchun foiz belgisi ishlatiladi. 25 ni ichida 3ta 7 bor, 4 qoldiq qolib ketadi. Qoldiqlarda demak qoldiqli bo'lish amali orqali bajaramiz. Pythondagi demak asosiy arifmetik amallar mana shulardan iborat. Istalgan uzun misolda ham 56 bo'lingan 7 qo'shilgan 34 ko'paytirilgan 2 ayrilgan 123 degan ifoda bo'lsa, birdaniga o'zi matematik jihatdan qavslarni birinchi qaysi amallar bajarish kerak desa, hammasini joy-joyida bajaradi.